Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men JikoCraft. Bugungi videoda men sizlarga Entity 303 haqida bir nechta qiziqarli faktlar aytib beraman. Entity 303 ning kelib chiqishi. Entity 303 bu Minecraft jamoasidagi afsonaviy urban, shaharma-shahar tarqalgan hikoya. U haqidagi gap-so'zlar dastlab 2013-yil va 2014-yillarda internetda tarqalgan. Sobiq Mojang xodimi. Afsonaga ko'ra, Entity 303 Mojang kompaniyasidan ishdan bo'shatilgan dasturchi bo'lib, u o'ch olish uchun Minecraft foydalanuvchilariga akkauntlariga hujum qilishni boshlagan. Entity 303 uydirma bo'lishiga qaramay mashhur. Mojang hech qachon Entity 3 ni haqiqiy shaxs yoki o'yin qismi ekanini tasdiqlanmagan. Shunga qaramay, u Minecraftning eng mashhur urban legendalaridan biri bo'lib qolmoqda. Herobrinening raqibi yoki vorisi. Ba'zi hikoyalarda Entity 303 Herobrine bilan kurashadi yoki uni almashtirgan deyishadi. Ayrimlar esa uni Herobrinedan ham xavfliroq deb bilishadi. Bugungi video shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.